Okalar, mana Honda Elysium mashinamizni ham podyumlikka qo'yib olganmiz. Sizlarga вопрос tashlamoqchiman. Ya'ni bu mashinani motorlarini polni sochilishini bitta video qilib, undan keyin yig'ilish jarayonini alohida video qilaylikmi yoki bo'lmasa uzunroq bo'lsa ham hammasini bitta videoga joylashtiraylik. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlar men uchun muhim. Bu mashinaning xarakteristikasi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman ichilish jarayonida. Bu mashinamizni polni 0 dan 100 gacha motorlarini remont qilishlik uchun olib qolganmiz. Agar bordi-yu, galovkasi, bloklari, kolinvallari o'ziniki yaxshi chiqadigan bo'lsa, o'zini remont qilamiz. Agar bordi-yu, qaysidir bitta detal charchagan bo'lsa, mashinaga boshqa motor qo'yib yuboramiz. Sizlar bilan birgalikda mashinamizni motorlarini yechishni boshlaymiz. Qani ketdik. Honda Elysium mashinamizni ham motorlarini yechib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinani motorini yechishlik uchun bamperlarini, motor radiatorini, kondisioner radiatorini hamda faralarini polni yechib olinadi. Chunki joy juda ham tor. Undan tashqari esa motor yechayotgan paytda balkalari, richaklari hamda stoykalari, kulaklari hamma narsasi komplekt chiqib keladi. Bu mashinani qaysi mashinani motoriga taqqoslaymiz? O'zimizda Jam mashinalarida ishlab chiqarilgan Captiva mashinasiga taqqoslasak bo'ladi. Sababi V-образный 6 silindrli motordan tashkil topgan. Nima sababdan V-образный deyiladi? O'zimizning lotin alifbosida V harfi xuddi shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Buni motor joylashuvi ham xuddi shunaqangi. Ya'ni pastki tomoni blok hisoblanadigan bo'lsa, ikkita yon tomoni ikkita galovkadan tashkil topgan bo'ladi. Bir tomonda 3 ta silindr, ikkinchi tomonda 3 ta silindr. Ya'ni bir tomonda 3 ta bobina joylashgan bo'lsa, ikkinchi tomonda yana 3 ta bobinasi joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham V-образный deb nomlanadi. Motorimizni polni yechib olganmiz. Generatori, kondisioner kompressori, katalizatori, bobinalari, motor podushkalari, statorlari hamma narsasi. Video davomida to'liq maydalanayotgan jarayonlarini sizlar uchun qo'yib berishlikka harakat qilamiz. Video boshida birma-bir hamma narsani ko'rsatib, yoritib berdik. O'zi aslida 1 soat, 2 soatda bitadigan ish video olinadigan bo'lsa 5-6 soatga cho'zilib ketadi. Lekin siz azizlarimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun hamda qiziqarli bo'lishligi uchun jarayonlarni birma-bir yoritib boramiz. Bizning Motor House servisimizda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni motor, hodovoy, rulovoy hamda avtomat korobka xizmatlari mavjud. Bu mashinani polni motor remont qilinayotgan bo'lsa, bu tomonda Buxorodan Arlando mashinasini tashlab ketishgan. Arlando mashinasiga qilib bergan ishlarimiz polni kapitalniy motorlarini remont qilib berdik. Juda ko'pchilik Arlando, Tracker, Cruze motor bir xil bo'lganligi uchun o'zini motor remont qilishlikni imkoniyati bormi deb so'rashadi. Albatta motor remont qilishning imkoniyati bor. 0 dan 100 gacha polni remontlarini qilib berganmiz. Ideal holatda chiqqan. Ertaga inshaalloh egalariga topshiramiz. Arlandoga Malibu 1.2 atmosferli motorini qo'yishning ham imkoniyati bor. Egalariga shu vaqtda tashlaganimizda yo o'zini motorini remont qilib bering, garantiya beradigan bo'lsangiz dedilar. 3 oy garantiyasi bilan motorlarini remont qilib berganmiz. Bu tomonda Arlando bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda Malibu 2 mashinasi. Malibu 2 mashinamizni ham motor remont uchun olib qolganmiz. Kapitalniy motorlarini remont qilinyapti. Endi esa ichkaridagi ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Faqat zamonaviy kurto mashinalarni ko'rasizlarmi deydigan bo'lsanglar, yo'q, unaqa emas. Barcha turdagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatamiz. Misol uchun Gentra mashinasi galovkalarini polni remont qilinyapti. Ichkarida esa Cobalt mashinasi. Avtomat korobka muammosi bilan kelgan, avtomat korobkani polni remont qilib chiskalarini qilib berganmiz. Gentramiz ham xuddi shunaqangi muammo bilan kelgan. Motor House servisida barcha turdagi servis xizmatlari mavjud. Bu tomonda esa Bestun T33 mashinamiz. Bu mashinamiz yaroqsiz benzin quyilganligi uchun klapan kuygan, galovka proklatkasi kuygan, polni ko'lsavat qilib motorlarini qaytadan remont qilib berilyapti. Mavzudan chetlashmaymiz. Honda Elysium mashinasini motor maydalanayotgan jarayonlarini to'liq qo'yib borishlikka harakat qilamiz. Bu videoyimizda motor yechilishini qo'yadigan bo'lsak, profilda motor yig'ilayotgan jarayonni ham albatta joylab boramiz. Video qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, videoni kuzatishda davom etinglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin.
Xo'p, akalar, mana motorimizni maydalanish jarayonlari davom etyapti. Motor haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. V6 motor deydi. V-образный 6 silindrli motor. Mashinamizni 0 dan 100 gacha tezlanishi 8,5-9 soniya. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, bu mashinalar dizel emas, benzinda harakatlanadi. Eng kamida 92 yoki 95 benzin quyish tavsiya qilinadi. Dalniy yo'lga yuriladigan bo'lsa 8-9 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Agar shahar ichida yuradigan bo'lsa 14-15 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Albatta bu benzinning sifatiga hamda programmasiga bog'liq narsalar. Men sizlarga zavod standarti bo'yicha ma'lumot berib o'tyapman. Xo'p, galovkamiz ikkita tomondan qotgan bo'ladi. Shuning uchun ham V6 deb nomlanadi. Bu tomonda mana pompasi turibdi. Qo'limda turgan narsa esa zubchatiy remini. Ya'ni ko'pchilik bu mashinani sepda harakatlanadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu mashinalar sep bo'lmaydi. Zubchatiy remin bo'ladi. Zubchatiy remin agar bordi sifatlisdan qo'yiladigan bo'lsa, 100 ming kilometrgacha bexavotir yura oladi. Motorimizni maydalanish jarayonlari davom etyapti. Bu mashinani katalizatorlarini ham to'kib tashlagan ekan. Katalizatori to'kmaslikni maslahat berib qolamiz. Sababi benzin rasxod ko'payib ketishligiga hamda motor ovozi xunuklashib qolishiga sabab bo'lishligi mumkin. Bu mashinada ham Damas'ga o'xshab klapanlar tortiladi. Ya'ni Cobalt mashinalarida klapanni kesiladi. Lacetti 1.8 da gidrokompensator bo'ladi. Ya'ni o'zini-o'zi klapan ligirovka qiladi. Bularda esa unaqa emas. Bularda xuddi Damas kabi klapanlarini tortib turiladi. Yana qanaqangi ma'lumotlar sizlar uchun qiziq. Video davomida yoritib borishlikka harakat qilamiz. Motorimizni deyarli teng yarim maydalab bo'lganmiz. Galovkalarini olib, bloklarini maydalab tokerga berib yuboramiz. Qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha sizlar uchun bu motor haqida ma'lumot berib, yoritib berishlikka harakat qilamiz. Undan tashqari yig'ilayotgan jarayonlarni ham qo'yib boramiz. Motorimizni shu to'liq ko'rinish holati. Okalar, mana ko'rishingiz mumkin, galovkalarini olganmiz. Ikkita tomon galovkalarini chiqarib olingan. Porsche'ni, Captiva'ni razmeri bilan bir xil, joylashuvi ham, ko'rinishi ham xuddi Captiva'nikidan bir xil. Hattoki pompani joylashuvlari ham. Undan tashqari boshqa tomonlari Captiva'dan ko'ra farq qiladi. Buni video davomida sizlar ko'rishingiz mumkin. Okalar, ko'rdinglar, motorlarimizni ham polni maydalab bo'ldi. Maydalab bo'lingandan keyingi ish esa moyka. Ya'ni polni blok, val, galovka hamma detallarini moyka qilinadi. Moykadan keyin esa tokerga chiqadi. Tokerda polni shlifovka qilinib, galovkalar remont qilinadi. U narsaga ozgina vaqtimiz yetmaydi, shuning uchun videoga joylamadik. Bundan keyingi videoyimizda esa motorimizni to'liq yig'ilish jarayonini sizlar uchun qo'yib beramiz. Agar bordi-yu sizlar uchun qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsanglar, Newton mashinasi, Xitoy mashinasi, gibrid, shatuni blokni yorib chiqqan, polni 0 dan 100 gacha motor remont qilinadi, metkalargacha inshaalloh qo'yib borishlikka harakat qilamiz. Honda Elysion ham xuddi shunaqangi yig'ilish jarayonlarida birma-bir detalniy qilib tushuntirib, usta akalarimiz uchun ham, shofyor akalarimiz uchun ham manfaatli qilib tushuntirib berishlikka harakat qilamiz. Boya aytganimdek, o'zi asli 1 soatlik narsa, video olinadigan bo'lsa 5-6 soat vaqt ketadi. Vaqtimiz ketadigan bo'lsa ham erinmasdan sizlar uchun to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kimdir negativ gapirishligi mumkin, unaqa. Agar bordi-yu, bundan ham chiroyli kачествоda, bundan ham yaxshi tushuntirish bilan video olib chiqiladigan bo'lsa, xursand bo'lamiz, kuzatamiz, o'rganamiz. Okalar, kuzatishda davom etinglar. Barcha manfaatli videolarimiz sizlar uchun.